Assalomu alaykum qadrli obunachilar, fermer akalar, bog'bon dehqon akalar bizga o'xshagan. Hop, bu yil 2026-yil 10-aprel sanasida turibmiz. Pistalarimizni boshladik jo'natishdi. Ponnashi, Samarqand, Xorazm, Qashqadaryo, Surxondaryo. Mana bugun Surxondaryoga, Samarqandga, Xorazmga 3 ta joyga atrofga qilyapmiz. Bugundan start berdik. Mana Eron xandon pistasini Ahmadiy Akbariy degan sortlar bo'ladi. Bu bahorgimizga o'sha Ahmad Akbariy degan sortdan tayyorlaganmiz. Mana tomirlari ham chiqib yotibdi. Bu pistani bitta ma'lumot beraman. Mana shunday kichkinalikda ekiladi. Mana shunday ekilsa asosiy mana o'q ildizi bo'ladi, shu yer tagiga ketadi. Keyin suvsizlik, qir, adir joylarga ham nima bo'ladi? Hop. Yana ma'lumotlardan bu suvsizlikka, issiq sovuqqa +60, -50 gradus sovuqqa chidaydigan narsa. O'zi pista tog'da bo'ladi-da, tog'li zonalarda bo'ladi. Kim bilsa, tog'li zonada sirazi havo isib, sirazi soviydi. Keyin ko'chatlarimizni ham jo'natishni boshlaganmiz. Mana bugun hozir obedda Surxondaryoga 200 ta berib oldik. Hozir 300 ta Samarqandga, Samarqand Katta Qo'rg'onga beryapmiz. Hozir holatini jo'natamiz. Qanaqa jo'natiladi? Korobkadami? Banan korobkalarda jo'natamiz. Yo'lda anaqa bo'lib qolmaydimi? Yo'q. Mana chiroyli suvlar ko'rsatib qo'ying. Mana suvlab, chiroyli qilib, mana dorilab, chiroyli qilib jo'natamiz. Mana shu holatda qilib jo'natamiz. Bu endi mana shu odam 4-marta olishi bizdan Azamjon. Yilda 300 ta, 200 ta imkoniyatiga qarab oladi. O'sha gilos, olma, shoptoli ekib ko'klatolmagan joyda mana shu pista bo'lyapti. Agar qiziqqanlarga Samarqand territoriyasida bo'lsa, nomerlargacha berishimiz mumkin. Bo'g'irbashi adirlikka ekib zo'r qilib qarayapti. U aka birinchi olganlari o'zi katta daraxt bo'lib ketdi. 25 ta. Qirg'izistondan kelgan mehmonlarimiz. Qirg'iziston qayerga aka? Tog'a? Sizlar Qirg'izistondan, a? Ta'sir aka Qirg'iziston qayerga ketyapti? Qadamjoyga ketyapti, Qadamjoy. Qadamjoy. O'zimiz vadilda o'tganda, yaqin joyga ekan. Neytral bor, tamoyishli. Nechta pista bo'ldi? Hasan aka. O'tgan yil olib ketgan klientlar kelyapti deganda? O'tgan yil ham masjidga olib ketishgan Qirg'izistonga. Hozir 50 ta avatar, 50 ta manikür finger, 50 ta ektor. 50 tadan. Ko'chatlar dahshat. Qadamlarni ko'rganlar like bosib qo'yinglar. Qadam joylaylar bo'lsa. Xudo xolasa so'tiga mana biz o'zimiz javob mana.